Tilla olsizlarmi, aka? Davomimiz aka nima narsa ekan? Uydagilar berishuvdi, eski tillalar ekan, taqishmayotgan ekan, shu sotib. 400 ekanda bu aka. Ha, shunaqa aka. Taqilmayotgan tilla o'zi lom bo'lib qolibdi-da aka bular. Ha, shunga ham menimcha taqishmayapti-da aka. Toshlarni ham chiqazib olib kelibsiz ularni. Bo'ldi aka, hisoblab beramiz. Hammasi lom ekan bularni aka. Bo'ldi aka. 585 ekan. Mana bu ham 585. Mana bular 583. Mana bu zargar yasagan ekan. Atak plus minus narxi bir xil aka hammasini. Chunki lom deb mana nimasidir bo'lganmi, tushib qolgan ekan aka. Bilmadim aka, uydagilar berishdi-da. Xo'p, bitta hisoblaymizda narxi bir xil bo'ladi. 583 585. Xo'p, 10.04 ekan aka. Xo'p, 10.04 bo'lsa, men sizga 1 milliondan qilib bera olaman, tekis qilib. Xo'p, 10 million 40 ming bo'lar ekan. 10 million 50 demayman aka. 10 million 100 qilib beraman tekis. Bo'ldi aka. Keyin aka, sizlar kumush ham olardinglar. Da, olamiz aka, kumush. Men kumushni hisoblab bersiz, o'zimniki. Oho. Ja qalini aka. Qimmatga olganman aka. Nech pullarga olgansiz sizdami? Где-то 2 millionlarga ham olgandim-da. 2 millionga? Ancha oldin olgansiz deyman-da. Ancha oldin olganman. Uni yasatgansizmi yo sotib olganmisiz do'konni? Sotib olganman aka. Akam bor edi, tanishim. Zo'ragan ekan aka, kumushingiz bormi? Zo'r aka. Xo'p, ancha og'irligi necha gramm aka? 100 grammcha edi, adashmasam. Yo'q, 100 dan ham oshiq o'xshayapti. Qani o'lchab ko'raylik. Oho, 155 gramm ekan aka. Yaxshi, 2 millionga zo'r olgan ekansiz. Xo'p, 155 185. Buni lekin bunaqa million deb tashlamayman tillaga o'xshab aka. Yo'q, pul aka? 15 ming so'm gramm aka. 15 ming. Katalog. 2 million 337 ming. 2,5 million qilib beraman aka. Bo'ldi aka, bo'ladi. Bo'ladimi? Kumushingiz 2,5 million, buningiz 10 million 100. Xo'p, 12 million 600 bo'lar ekan o'shani. Bo'ldi aka, men. Bo'ladimi? Xo'p. Mana shiri puldan bera qoling endi sizga. Mana aka, kelishilgandek 12 million 600. Bo'ldi aka, rahmat. Sog' bo'ling aka. Kumushlarim bo'lsa, uyingizga olib kelaman. Bo'ldi aka, xizmat bo'lsa shotdan bemalol kelaverasiz. Agar sizlarning ham shunaqa tilla yoki kumushingiz bo'ladigan bo'lsa, aldanmasdan qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.